hech qachon trenddan qolmaydigan однотонный naturalkan birinchi sortini qanday ajratishdi, qaysi ranglari trenddaligini bugun sizlarga aytib bermoqchiman. Har yili trendda sotiladigan однотонный naturalkani bilsalaringiz kerak opajonlar. Masalan, sizlar ham kiygansizlar. Juda trendda sotilayotgan matomiz, chunki однотонный bu klassik hisoblangani uchun однотонный naturalka har yili ommada trendga sotiladi, trendga. Mana o'zingiz ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin, gullik naturalkalar chiqdi. Gulliklar ham trendda, to'g'ri. Lekin gullik naturalkaning yangi nusxalari bir oyda 2 marta yangi nusxalari ham chiqib ketyapti. Shuning uchun однотонный naturalkalar hech qachon trenddan qolmaydi. Bu однотонный bo'lgani uchun, bir xil bo'lgani uchun har yil trendda sotiladi. Bu matoni sifatliligini qanday ajratamiz degan opajonlarim uchun mana однотонный naturalka. Birinchi sort. Ko'p opajonlarimiz ushlab ko'radi, qalin bo'lsa sifatli bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q. Opajonlarim, qalin narsa olmoqchi bo'lsangiz, bambuga olishingiz kerak. Bambuk 35 ming so'm, 40 ming so'mlik material, arzon material, lekin qalin. Bu naturalka. Naturalka 3 fasl kiyiladi. Kuzda, qishda, bahorda kiyiladigan mato bo'lgani uchun unchalik qalin bo'lmaydi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, sifatli naturalka. Farqi qanday ajratamiz desangiz, tovlanishida. Tovlanadi. Ushlasangiz yumshoq turadi, qattiq bo'lmaydi, rangi tiniq bo'ladi. Xira bo'lmaydi, tovlanib, zo'r, yarki bo'lib turadi. Pombaxtday bo'lib turadi opajonlarim. Farqini shunda ajratsangiz bo'ladi. Bu mana o'zimning uydagilarim ham ko'p yaxshi ko'rib kiyishadi har xil ranglarni. Cho'zilib ketmaydi. Yuvib kiyaverasiz. Pati eng muhim yotib qolmaydi. Bir xil materiallar tizzasi, mana ular cho'zilib yotib qoladi, bat yo'q, unaqa bo'lmaydi. Sifatli mato, sizni xizmatingizni qiladigan mato opajon. Trendli tillo rangchasi yaxshi, chiroyli sotiladi. Sifati zo'r, xohlagan vazn sportivkalar, shalvar koftalik, abayyalar ham qilyapti, ko'ylak, gatovoy ko'ylaklar ham qilyapti, ko'ylak poychaliklar ham qilyapti, universal mato hisoblanadi. 2025-yil oxirida, keyin 26-yil boshida juda trendda bo'layotgan koreshneviy shokolad rangi. To'q emas, shokolad rangchasi. Qarang qanday chiroyli. Cho'ko rang ham deydi ko'p opajonlarimiz, bu shokolad rangcha mana. Sifati zo'r. Koreyskiy variantda. Mana shunaqa sifatli matolar, zilol matolarni topishlaringiz mumkin. Pastda nomerni ham qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib dastavka qilishlaringiz mumkin. Keyin Telegramingiz yoki Instagramingiz bo'lsa, mana shu nickni yozsangiz, xudo xolasa bizning kanalimiz chiqadi. Obuna bo'lib qo'ying yoqqa. Trendoviy motor yoqda ham obzor qilib boriladi. Zamonaviy opajonlarimiz uchun, onajonlarimiz uchun, 7 yoshdan 70 yoshgacha opajonlarimiz uchun trendli feruza rangchasi. O'sma rang ham deydi ko'p opajonlarimiz, lekin to'q feruza rang. Juda chiroyli, yonib turadigan variant. Eng trenddan qolmaydigan rang. Buni ustiga vish qurdirsangiz ham, ukrasheniya qildirsangiz ham, tayyor bezak yopishtirsangiz ham hammasiga chiroyli chiqadi. Bu rangda ortiqcha maqtash hojat yo'q. Hamma opam yoqtirib kiyadigan anor rangi. Bu qizil rang emas, anor rang deyiladi. Juda chiroyli, ko'rishlaringiz mumkin. Qon rang ham deydi ko'plar. Endi biz anor rang deymiz. Koreyskiy variantda juda trenddagi rang. Bundan ham kiysangiz zo'r bo'lib turadi. Modadan qolmaydigan rang mana shu rang. Har doim har yili trendda. Bu rang chiqqaniga 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri trenddan tushmayapti. Juda trenddagi rang yodoviy rangchasi. Sifati zo'r, original koreyskiy variantda. Endi bu ranglar mentol rang, elektr rang, bularni ham bilasizlar. Endi asosiy anomimiz mana malina rangchasi ham yaxshi. Yosh singillarimizga, qizchalarga, kelinni sepiga ham qo'shsangiz zo'r, yarki rang, yonib turadi, qarang. Yonib turasiz. Chotki. Yana bir trendidan qolmaydigan rangimiz bor. Bu albatta jigar rang. Onajonlarimiz ham boshlab jigar pombax kiyib boshlashgan. Bu jigar rangchaning hech qachon trenddan qolmaydi. Bemalol har doim kiysangiz ham trendda bo'laveradi. Birinchi sort naturalkamiz narxi 75 ming so'm. Inshaalloh telefon qilib zakaz qilsangiz, YouTubedan zakaz qilyapman desangiz, sizlar uchun 70 mingdan qilib beraman, xudo xohlasa. Mana shunaqa ko'rib turganingizdek trend matolarni, xususiyatlarini, sifatini ajratishni, trendoviy ranglarini, narxlari bilan sizga aytib boraman. Obuna bo'lib qo'ying, chiroyli kiyinib yuring.